Ko'rdingmi? Shunaqa ko'p pul ishladim. Bir ham yaxshi bo'ldi. Xotinidan rosa ham qo'rqar ekan. Yo'q-e. Xotiningga aytib beraman desam, qancha so'rasang, shuncha pul beraman deb turib oldi. Buni ustiga xotiniga ham eringiz bitta tanishimga juda ham o'xshab ketar ekan. Uni ham smokdamidi deb sekingina aldavora qoldim. O'zi ham nishonni aniq olasan-de, Shahlo. Menda har doim shunaqa bo'lgan. Sen ham o'rgan. Yo'lingni bersin. Lekin bu kam. Kecha restoranda ko'rgan yigitni ham bir amallab ilintirishimiz kerak. To'g'ri. O'zi ham rosa boy, kelishgan yigit ekan. Ha, puldor ekan. Xotini ham kattakonni qizi ekan. Yaxshilab ilintirishimiz kerak. Sigir degan. Kimniki sigir? Meniki. O'zingga boshqasini top. Uni birinchi men ko'rdim. Mayli, men boshqasini ishlaman. Unda hoziroq qo'ng'iroq qilaman.